siz sotib olyapsiz, lekin sizga na davlat aktivlari, na o'sha kadastr shaharxonligi, na viloyatga yordam beryapti. Viloyatga hech kim yordam bergan. Hech kim yordam bermayapti. Sudlar ham yordam bergan. Demak, na sud sizga yordam beryapti, qonuniy narsa. Qanday auksion, qanday qonun? Bu shaffof auksion deyapti bu. Qanaqasiga bu yutib olgandan keyin, demak, pulni tushirib olgandan keyin ular bo'ldi ekanda. U yog'i bilan muammosi bilan hech kimning ishi yo'q ekanda. Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Shahrixon tumani Qumtepa mafiyada yashovchi Hoshim O'tkirbek Usmonovich bo'laman. 2023-yil 29-sentyabrda auksion orqali Andijon viloyati Shahrixon tumani Yangi Zamon mafiyadagi 41-maktab filialini auksionda sotib olganman. Yer maydoni 1 gektar 26 sotik, qurilish osti maydoni 468 kvadrat. Shartnoma shartlariga muvofiq 1 oy ichida pulni to'liq to'laganman. Pulni to'liq to'lab turib, keyin mulkiy orderni olganman mana. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Andijon viloyati hududiy boshqarmasi yer uchastkasi va davlat ko'chmas mulk obyektiga mulk huquqini tasdiqlovchi davlat orderini olganman. Orderni olgandan keyin shu orqali keyin davlat xizmatlaridan kadastr qilib davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun ariza berganman. Ariza berganimdan keyin kadastr arizamni rad qilyapti. Nima sababdan? Nima sababdan? Xullas aytayaptiki, 1 gektar 26 sotik yer yo'q bu yerda deyapti. Lekin auksionda ko'rsatilgan. Auksionda ko'rsatilgan 1 gektar 26 sotik yo'q. Buni deydi davlat aktivlari Andijon viloyati Shahrixon tumani kadastr palatasi boshlig'i Tojiddin Abdukarimov aka xullas deyapti, bu unaqa yer yo'q bu yerda deyapti. Xullas 80 sotik, 70 sotik qanchadir yer bor, uni noto'g'ri chiqarib yuborgan davlat aktivlari deyapti. Uni deydi davlat aktivlariga borishingiz kerak. Davlat aktivlari sizga xullas topshirish kerak. O'sha yerni topib topshirish kerak. Davlat aktivlarining aybi deyapti bu deyapti. Davlat aktivlariga borsam aytayaptiki, davlat aktivlari deydi, biz u yerda mana xalq ta'limidan 1 gektar 26 sotik deb topshirish qabul qilish qilib oldik. Keyin deydi 2000 mana hozir bu yerda ularda reyestrdan ko'chirmas bor ularga, davlat aktivlariga. Mana. Xo'sh. Davlat kadastr palatasi Andijon viloyati boshqarmasi ko'chmas mulk obyektiga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi davlat reyestridan ko'chirma deyapti. Davlat aktivlari 31.08.2021 da davlat xizmatlaridan ariza beryapti. 09.09.2021 da davlat ro'yxatidan o'tkazib beryapti. 1 gektar 26 sotik mana. Bu yerda kadastrda o'zi? Ha, kadastrda Shahrixon tumanining o'zi 1 gektar 26 sotik yeri 468 kvadrat qurilish osti maydoni bilan o'tkazib beryapti. Davlat aktivlari aytayaptiki, bizga mana shu kadastrda qilib o'tkazib berganda, nimaga bo'lmasam biz ariza berganimizda deyapti o'sha paytda. Kechirasiz, siz davlat aktivlari, siz bu yeringiz 1 gektar 26 sotik emas, siz mana 5-6 ta odam o'zboshimchalik egallab olgan bunaqa sabablar uchun uni buncha qilib bera olmaymiz deb bizga ogohlantirish bersa deyapti. Biz yoki u fuqarolarni majburiy ko'chirib chiqarish yoki shu qolgan qismiga chiqarardik deyapti. Lekin 1 gektar 26 sotik biz davlat ro'yxatidan o'tgan kadastr qilgandan keyin hamma hujjatlar taq bo'lgandan keyin auksionga qo'yganmiz deyapti. Keyin davlat kadastrga kelib aytsam, shunaqa ekan, mana davlat reyestridan ko'chirma bergan desam, bu aytayaptiki, sizga buni viloyat aytayapti? Yo'q, Shahrixon. Shahrixonda kadastr bo'lim boshlig'i, palatasi boshlig'i Tojiddin aka Abdukarim aytayapti. Shuni ko'rsatsam aytayaptiki, bu deydi faqat ro'yxatdan o'tkazib olgan deyapti. Kadastr pasportini shakllantirmagan deyapti. Keyin yana davlat aktivlariga bordim. Sizlar kadastr pasportini shakllantirmagan ekansiz desa, biz ariza bergandan keyin kadastr pasportini shakllantirmagan bo'lsa, nima kadastr pasportini shakllantirib turib rad qilmadi yoki kadastr pasporti o'zi aslida shakllanmasdan turib qanday davlat ro'yxatidan o'tadi deyapti. Xullas, qisqasi o'sha otangga bor, enangga bor, davlat aktivlariga borsam, u meni aybim emas deydi. Kadastrga borsam, bu xohlagan joyingga bor, meni aybim emas deydi. Keyin sudga murojaat qildik. Advokat yonlab sudga murojaat qildik. Sudda biz arizamizni rad qilishiga sabab deyapti, vakolatli bo'lmagan shaxs tomonidan imzolangan deb rad qilyapti. Vaholanki mendan boshqa vakolatli shaxs yo'q-ku, men bu yerda yagona mulk egasi menman-ku. Siz hali yer egasi emassiz deyapti. Ma'nosi shunaqa ekan. Vakolatli shaxs bo'lmagan yoki ko'rsatilgan manzilda bo'lmaganligi deyapti. Siz sudga ham bera olmas ekanmisiz? Keyin yo'q, keyin u orqali sudga berdik. Sudda advokat bilan maslahatlashib, kadastrga
kadastr qilish majburiyatini yuklatish bo'yicha ariza berdik ma'muriy sudga. Ma'muriy sudga ariza berganda bu yerda bir 5 ta odam mana shu yerda, mana shu yo'lda, mana 4 ta fuqaro o'z boshimchalik bilan yo'l qilib egallagan. Endi bunga sabab yo'l qilishligiga sabab shu yo'lning boshida bir fuqaro yo'lni boshini bekitib qo'ygan. Yo'lda bekitib qo'yganda, shuni hisobidan bular mashinaqasiga yo'l qilgan. Mana shu yerda kamamligining asosiy sababi mana 23 sotik yo'lda. Keyin u orqa tomonda yana qo'shnimiz bog'dagi odam bir 15 sotik egallab olgan. Shular sababli 45-50 sotik yo'q. Qarang, mana hozir mana shu biz turgan yo'l, mashinalar yuradigan yo'lda mashinalar chiqadi. Buni ham sizga sotishgan yo'lni ham shunaqa bo'lib qolyaptimi? Shunaqa. O'zi aslida bu yo'l sotishgan emas, bu yo'l o'zi aslida yo'l emas-da. Mana bu yo'l o'z boshimchalik bilan yo'l qilingan. Bu yo'l o'zi aslida mana shu maktab lekin siz hozir bu yo'lni yopaman desangiz, hech kim chiqa olmay qoladi bu yerda. Hech kim chiqa olmay qoladi. Lekin bu fuqarolar ham ona shu yo'lni boshini nariga bu fuqaro bekitganligi uchun o'zi aslida ashitdan chiqish kerak mahallaga. Xo'p, o'sha fuqaroni sudga bermadinglar. U fuqaroni sudga bersak, sudda u fuqaroning kadastrini ro'yxatdan o'tkazgan. Lekin deyapti, kadastrning boshlig'i Alisher aka bilan agentlikning boshlig'i Alisher aka, keyin palataning boshlig'i Tojimdan kelib 2-3 ta xodimlar bilan kelib o'lchashdi-da. Hozir uni ham borib ko'ramiz. Bu dedi noto'g'ri o'tgan deyapti, ro'yxatdan deyapti. Chunki nimadagi kadastr hujjatiga yagona qurilmasi, kadastr hujjatini shakllantirish uchun qurilma bo'lish kerak ekan vaqtinchalik. Yerni o'ziga qilmasa ekan, shu qurilmasi yeridan tashqarida bo'lib qolyapti. Bunaqasiga o'lchasa ham yeridan tashqariga chiqyapti, bunaqasiga o'lchasa ham yeridan tashqariga chiqyapti-da. Shuning uchun bu noto'g'ri o'tgan deb turib, buni endi o'sha ro'yxatdan, davlat ro'yxatdan o'tgan reyestrni hali sudgacha bo'lgan muammolar hal qilish ichki komissiyasi bor ekan yoki sud orqali bekor qilish kerak ekan. Keyin biz kadastrga ma'muriy sudga ariza bersak, ma'muriy sud ham endi qaysidir bir vajlar sababi deyapti. Bu yerda sud jarayonlari borligi uchun deydi. Keyin kadastr xodimlariga o'lchov ishlarini olib borish uchun xalaqit berilganligi uchun deb kadastr to'g'ri rad qilgan deb ma'muriy sud ham meni arizamni Hoshimov o'tkazib berdi, arizasini rad qilib yubordi. Lekin u yerda birinchi sud ishi biz ishimiz, birinchidan. Oldin sud ish bo'lmagan. Keyin ikkinchidan, bu kadastr xodimlari agar o'lchov ishlariga bular xalaqit bergan bo'lsa, bu yerda mana birinchi odam 3 sotik, ikkinchi odam 2 sotik, va bitta odam 486 kvadrat, bitta odam 15 sotik bog'dagi egallagan deb ma'lumot beryapti. Agar ular xalaqit bergan bo'lsa, qayerdan oldi ma'lumotni ular? To'g'rimi? Ular bu yerda hech kim qarshilik qilgan yo'q kadastr o'lchov ishlarini olib borishga. Bo'lmasam qarshilik qilgan bo'lsa, bular o'z boshimchalik bilan uyga kiritmagan bo'lsa, yerini o'lchash uchun o'z boshimchalik bilan egallagan ortiqcha yerini qayerdan bilyapti bular? Bular kelib o'lchab turib, ortiqcha egallagan deb turib ma'lumot beryapti-da. Rad qilyapti. Endi bu yerda tag-tagida shu kadastrda eski xodimlarning qilgan mahinatsiya ishlari, kimgadir ana yerda bittasini mana bog'dagi odam 6 sotikdan 3 tasiga sotgani, keyin 486 kvadrat Karim Dadaxon 6 sotik hokimda qaror bor, lekin amalda 1086, 486 kvadrat oshcha. Bu mana shu davlat 41-maktab filialida egaligi. Shahrixon tumani o'sha oldingi ishlagan paytida kadastr xodimlari bu yerda noqonuniy ishlar qilishgan. Chalkashtirib tashlashgan. Keyin shunaqa ishlar bo'lgan. U aytayaptiki, "Siz nima hujjatingiz bor 486 kvadratga?" desa, aytayaptiki, "Men deydi, mahalla komiteti bilan mahalla komiteti raisi, keyin Ibrohim aka degan bir kadastrda bir xodimi shu kishi menga 3000 dollarga sotgan" deyapti. Sudda ham shu gapni aytdi. Nima hujjat bergan unga? Ha, sudda men ham shunga hayron qolyapman. Bu yer sotish birinchidan endi biz qonuniy ilmimiz bo'lmasa ham, lekin birinchidan bu jinoyat bo'lsa kerak. Faqat yer ajratish bo'yicha 2020-yilgacha hokimda bo'lgan vakolat. Hech kimda vakolat bo'lmagan. Siz qachon olgansiz bu yerda? Berdi, men 23-yil 29-sentyabrda sotib olganman. Endi sudda ham aytayapti, bu nimaga deydi, ana mahalla komiteti raisini yer ajratish vakolati yo'q deb ochiq oydin jinoyat ko'rsa ham hech kim indamayapti. Endi men tushunmayapman shunga. Masalan, birinchidan yer sotish jinoyatini masalan 3000 dollarga oldim deyapti o'z og'zi bilan. Ibrohim aka mahalla komiteti raisi deyapti. Ha, shularni chaqirib bironta tashkilot chora ko'rmaydimi? Masalan, men prokuratura, bosh prokuraturani haligi onlayn portali bor ekan, shunga ham bir necha bor murojaat qildim. Shahrixon viloyatga jo'natadi, viloyat Shahrixonga jo'natadi, Shahrixon kadastrni o'ziga jo'natadi, kadastr o'zi bir narsa qilib menga javob xat qilib, bir 10 martacha yozdim. Prokuraturaning xodimlariga ham kirib shunaqa deyapti, 3000 dollar olganman deyapti, yana bitta holatlar bor deyapti desam, unga birovning ishi yo'q. Lekin bu ochiq jinoyatni masalan kimdir bunday ko'rgandan keyin tekshirish kerak. Keyin
Sudda ham bizim arizamiz rad qilib qo'yapti. Davlat aktivlariga shu bo'lganimdan keyin davlat aktivlari siz dedi mulk sotib olganingiz bilan hali davlat ro'yxatidan o'tganingiz yo'q, mulk huquqingiz tasdiqlangan yo'qmi? Xullas davlat ro'yxatidan o'tganingizdan keyin to'liq egasi bo'lmaysiz deyapti. Bularni majburiy ko'chirish uchun davlat aktivlari sudga berish kerak deyapti. Davlat aktivlariga borsam aytayaptiki, xo'p, bo'pti, biz sudga beradigan bo'lsak, biz kimni sudga berishimizni bilishimiz kerak dedi. Asha 6 tami, 6 tami fuqaroni bizga ismi, familiya bilan munchadan egallagan deb turib bersin, biz ular sudga beraylik desa, bir 6 oy, 7 oy bermadi. Asha ma'lumotni qilib bermadi. 6 oy, 7 oy. Chunki men kadastr xodimini, davlat aktivlarining xodimi bilan bitta bola bilan keldik. Asha boshliq bittasini jo'natdi qo'shib. Keldik, eshigini tagida kutib turdik, chiqib ertaga beraman dedi. Keyin ertasi kuni keldi, boshlig'ingdan yozma ma'lumot olib kel dedi. Yozma ma'lumot olib keldi, keyin yana keldi, 1 oy vaqtim bor dedi. 1 oyda beraman dedi. Keyin 1 oy o'tgandan keyin ham bermadi. Demak, hozir shunaqangi bo'lyapti ekanda, qonun ta'minlanmayapti ekanda, sizga bergan yerlari chala-chupa qilib 3 dan 1ini olib qolishyapti, shunaqa qilib. Endi yana o'z huquqingizni himoya qilaman desangiz, bu yerda na sud, na kadastr, na hech kim sizga yordam bermayapti. Shunaqa bo'lib qolyapti-da. Hech kim yordam bermaydi. Davlat aktivlari ham qo'zg'almaydi. Umuman sudga berish kerak, xalqqa berish kerak bo'lsa, u ham hal qilmaydi. Shu meni aybim endi shu muhtaram prezidentimizni tashabbusi bilan yer auksion platformasi yaratilgan. Hozir yer sotish, mulk sotish yagona shu platforma orqali bo'lyapti. Shu orqali shu platformaga, qonunga, shu qarorga ishonib olganimda aybim. Hozir kimga borsam aytayaptiki, siz deydi, ko'rib olmaganmisiz deydi. Men nimaga ko'rib olishim kerak? Auksionga qo'ygandan keyin, qonuniy bo'lgandan keyin birinchidan ko'rib olganman. Ko'rib olganim bilan men mutaxassis emasman. Metrda o'lcha olmaysiz. Qanaqa qilib, mana shuncha yer bo'lsa, ha demak to'g'ri ekan deyman-ki, men mutaxassis emasman-ki, kadastr mutaxassis. Endi shu aybim ekan endi. Hozir sotib olganim 567 millionga sotib olib, shu davlat g'aznasi pulini 100% to'laganmisiz? 100% pulini to'lagan. 100% pulini bir oy muddatda 100% to'laganman. 100% to'lab davlat g'aznasiga tushirganman. Shu aybim shu ekan. Endi bu qilinayotgan ishlar umuman shu qonunchilikka, prezidentimizning mana ochiqlik, shaffoflik siyosatiga qarshi. Endi bu holatlarni mana kelgusida yana umuman davlat agentliklarining hammasi auksion orqali sotiladi deyapti hozir. Bunaqa holatlar juda ko'p. Sharxonda o'zida 2-3 talab bor. Bunaqa holatlarni ko'rgan tadbirkorlar auksiondan mulk sotib olishga ham qo'rqib qolyapti hozir. Chunki mana men hozir 1,5 yil, 2 yildan beri pulimni to'lab qo'yib, sarson sargardon bo'lib, mablag'imni, sog'lig'imni yo'qotib, manadagi bir fuqarolar bilan bekardan bekar janjallarga boraman. Bularni birontasining ishi yo'q. Xohlagan mulk sotib olgan sensan, xohlasang hal qil deyapti-da. Demak, shunday bo'lib chiqyapti-ki, sizning gapingiz ma'nosidan. Siz sotib olyapsiz, lekin sizga na davlat aktivlari, na o'sha kadastr shaharxonligi, na viloyatga yordam beryapti. Viloyatga hech kim yordam bermayapti. Hech kim yordam bermayapti. Sudlar ham yordam bergan yo'q. Demak, na sud sizga yordam beryapti, qonuniy narsa. Qanday auksion, qanday qonun? Bu shaffof auksion deyapti bu. Qanaqasiga bu yutib olgandan keyin, demak, pulni tushirib olgandan keyin ular bo'ldi ekanda. U yog'i bilan, muammosi bilan hech kimning ishi yo'q ekanda. Meni murojaatim endi shu kadastr viloyatdan, tumandan natija yo'q. Respublika kadastr agentligi, prokuraturadan ham hattoki najot bo'lgan yo'q. Sharxon prokuraturasi ham umuman eshitgan yo'q. Viloyat prokuraturasiga ham 1 marta, 2 marta ariza berdik, undan ham natija bo'lgan yo'q. Demak, hozir sizni murojaatingiz o'sha respublikaga bo'lgan. Respublika prokuraturasiga, prezidentimizga, umuman mana shu sohani hal qiladigan bironta bir yuqori bir tashkilotga-da. Biz bir Shaharxonda buni hal qilib beradigan bironta yoki viloyatda ham odam topilmayapti-da. Demak, eshitib turibsizlar do'stlar. Bunaqa bo'lish kerak emas. Bizda hamma narsa qonun bo'yicha bo'lish kerak. O'sha narsa va'da berildimi, auksionga qo'yildimi? Aynan shu narsalar berilishi kerak. O'shanga yarasha pullarni ham olgan. Kichkina pul emas bu yerda. Albatta, Keyin bu narsalarni olib ko'rgan odamlar ishonchsizlik yo'qoladi. Mana tushayotgan pullar hammasi davlatga tushyapti. Davlat g'aznasiga 100% o'shada tushyapti. Ertaga ishonchsizlik bular orqasidan davlatga bo'lgan boshqa fuqarolarimiz ham ishonchsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun bu ish bo'yicha tezda chora ko'rmasanglar, bular vazifasida o'sha endi respublika qopti, o'sha kadastr agentligi, o'sha mashin bilan bog'liq tashkilotlardan so'rab qolgan bo'lardik. Hattoki prokuraturadan, bosh prokuraturadan bu ish bo'yicha chora ko'rishinglarni. Noqonuniy egallagan deyapti, sudda ham aytayapti, tergovda hamma yoqda aytayapti, lekin hech kim chora ko'rmayapti. Noqonuniy egallagan deyapti, chora ko'rmayapti.
Bu nima degani bu? Faqat u gapda. Noqonuniy egallagan, endi bilganingni qilaver deganim, tushunmayapman-da. Noqonuniy egallagan deb sudda ham aytayapti, kadastr ham aytayapti, lekin hech kim bir chora ko'rishni xohlamayapti. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, eshitdinglar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Sharxon tumani o'sha kadastri bormi, sudi bormi? Sal uyg'oninglar do'stlar. Salomat bo'linglar. Hurmatli do'stlar, biz hozir Andijon viloyat davlat aktivlari shu binosiga keldik. To'g'risini aytsak, kirib gaplashdik ham ba'zi bir xodimlar bilan, lekin bu yerda ham men javob bermayman. Ishda, tekshiruvda, sudda, yig'ilishda shunga o'xshagan narsalarni aytishyapti. Nima deysiz endi? Ko'rdingiz, mana rahbarlarga ham telefon qildik, bir pasda bu yoqda bahona kirdingiz, mana ko'rib gaplashdik. Bee'tibor bilmayman, mana shu balansda saqlovchi javob beradi. O'zi biladi. Sudga bergan bo'lish kerak. Haliga bir mensimasdan gapirishda shunaqa holatda, shunaqa qilib mana 1,5 yil 2 yildan beri kesing shunaqa, kesing. Men javob bermayman, kadastr javob beradi. Davlat aktivlariga kirsang, balansda saqlovchi bo'sh turganlardan samarali foydalanish degan tashkilot javob beradi deydi. Pul to'lagan sizga pul. Xullas keluvchi, shunaqada. U yoqqa bor, elingga bor, otingga bor bo'lyapti. O'shaning uchun ham boya videomizni oldin boshroqda ham ko'rgandinglar. Bu yerdan bir narsa chiqish qiyinga o'xshab turibdi. To'g'risini ayting, yo tumandan, kadastri yoki o'sha davlat aktivlaridan, yo viloyatdan. Demak, respublikadan kutamiz. Respublika rahbarlariga iltimos qilib qolamiz. Mana shu davlat aktivlarini boshqarish agentligining respublika rahbarlariga, mana shu viloyat boshqarmasi boshlig'i Otabek aka va mana shu balansda saqlovchi Dilshod aka familiyasini bilmayman. Shu kishilarni bir iltimos qilib qolaman yuqori turuvchi rahbarlardan. Qattiqroq 1,5 yildan beri iltimos qilib yuribsiz ekan. Endi iltimos qilishdan boshqa ilojimiz bo'lmayapti. Nima bor? Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Biz oddiy fuqaromiz. Bir nima edi, bir tanish bilishimiz yoki bir kattaroq bir odamimiz yo'q, shunaqa qilib yuribmizdan. Nima qilishni bilmayman. Hurmatli do'stlar, respublika o'sha davlat aktivlari va respublika bosh prokuraturada boshqarish agentligi. Xullas va bosh prokuratura bilmadim, chora ko'ringlar. Boshqa gap yo'q.